Yuqorida siz ko'rgan tasvirlar ixtisoslashtirilgan bog'chaning aynan mana shunga o'xshash kamerasida tasvirga tushib qolgan va ijtimoiy tarmoqlarda tarqalib ketdi. Agarda o'sha xonada shunga o'xshash kuzatuv kamerasi bo'lmaganida balki bolalar bundan ham ko'proq yoki hozirgacha aziyat chekayotgan bo'lish mumkin edi. Ijtimoiy himoya milliy agentligining Toshkent viloyat boshqarmasi tomonidan ishchi guruh tuzilib, holat atroflicha o'rganildi. Tekshiruv jarayonida tegishli mas'ullar ishtirokida tarbiyachilarning ushbu xatti-harakatlariga huquqiy baho berildi. Ushbu video lavha yuzasidan boshqarmaning tegishli buyrug'i imzolandi. Buyruqqa asosan o'rganishlar amalga oshirildi. O'rganish jarayonida 2 nafar tarbiyachi haqiqatan shu holatni qilganligi tasdig'ini topdi. Ushbu holat yuzasidan ichki ishlar organlari tomonidan ham o'rganishlar olib borilmoqda. Xo'sh, holat haqiqatdan ham Chirchiq shahridagi 30-sonli ixtisoslashtirilgan maktabgacha ta'lim tashkilotida sodir bo'lganmi o'zi? Bugungi kunda 30-sonli ko'p tarmoqli ixtisoslashtirilgan davlat maktabgacha ta'lim tashkiloti davlat dasturi asosida qurilish ta'mirlashlari amalga oshirilayotganligi munosabati bilan ushbu bog'chaning bolalari Chirchiq shahar 16-sonli davlat maktabgacha ta'lim tashkilotiga ko'chirilib turibdi. Ushbu muassasada 2 ta guruh berilgan va 2 ta guruh faoliyatini olib boryapti. Ushbu holat bo'yicha O'zbekiston Respublikasi bolalar ombudsmani hamda huquqni muhofaza qiluvchi organ xodimlari ishtirokida ota-onalar va tarbiyachilar bilan tushuntirish ishlari olib borildi va bolalarga qo'pol muomalada bo'lgan tarbiyachilar bilan mehnat shartnomasi bekor qilindi. Davudxon G'ulomjonov, Abdurahmon Zaripov, Ovoza informatsion dasturi uchun.